Assalomu alaykum, aziz opa-singillar, onaxonlar va ularning farzandlari. Bugun men ayol pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting, chunki gap pensiya staji, pensiya miqdori va ilgari e'tibordan chetda qolgan yillar haqida ketmoqda. Eng muhimi, bu yangilik faqat hozir pensiyaga chiqayotgan ayollarga emas, ayrim hollarda allaqachon pensiya olayotgan ayollarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Agar sizning onangiz, opangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki qo'shningiz pensiyada bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Chunki ko'p ayollar bir paytlar farzand tarbiyasi sabab ishlamagan yillari pensiyaga ta'sir qilmas deb o'ylaydi. Aslida esa bu yillar to'g'ri hujjatlashtirilsa, pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumot ko'proq ayollarga yetib borishiga yordam bering. Men ko'p yillardan beri pensiya masalalarini kuzatib kelaman va amaliyotda eng ko'p uchraydigan muammo shuki, ayollar o'z mehnatini faqat ish joyida o'tirib olingan maosh bilan o'lchaydi. Lekin ayolning hayotida farzand tug'ish, bolani parvarish qilish, oilani ushlab turish ham katta mehnat. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshida ko'plab ayollar tug'ruqdan keyin ishga tez qayta olmagan. Kimdir bolasi tez kasal bo'lgani uchun uyda qolgan. Kimdir bog'cha yo'qligi sabab ishlamagan. Kimdir turmush o'rtog'i boshqa viloyatga ko'chgani uchun ish stajini uzib qo'ygan. Avval amaliyotda ko'p ayollar shunday holatga duch kelgan. Mehnat daftarchasida rasmiy ish yillari bor, lekin bola parvarishi bilan bog'liq davlar to'liq hisobga olinmagan yoki hujjat yetishmagani uchun stajga qo'shilmagan. Natijada ayol pensiyaga chiqqanda 20 yil kerak bo'lgan joyda 19 yil yoki 19 yil 6 oy chiqib qolgan. Shu yarim yil yoki 1 yil sabab pensiya miqdori pastroq belgilangani. Ayrim ustamalar hisoblanmagani yoki ayol o'zini nohaq his qilgani holatlari ko'p bo'lgan. Endi e'tibor bering, yangi tartibning eng quvonarli tomoni shundaki, bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar ayolning pensiya stajiga qo'shilishi masalasi aniqroq va kengroq ko'rilmoqda. Ya'ni ayol ishlamagan bo'lsa ham. Agar u qonunda belgilangan tartibda farzandini parvarish qilgan bo'lsa, bu davr butunlay yo'qolib ketgan vaqt deb qaralmasligi kerak. Bu ayniqsa ko'p farzandli onalar, mehnat daftarchasida tanaffuslari bor ayollar va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan opa-singillar uchun juda muhim. Oldin ko'p ayollar bitta xatoga yo'l qo'ygan. Men uyda bola qaraganman, demak bu yillar hisobga olinmaydi deb o'ylagan. Ba'zilar esa pensiya tayinlashda hujjatlarni topshirgan, lekin tug'ilganlik guvohnomalari, bola parvarishi ta'tili haqidagi buyruqlar, ish joyidan ma'lumotnomalar yoki arxiv hujjatlarini to'liq taqdim etmagan. Pensiya organlari esa ko'pincha faqat mavjud hujjatlarga qarab hisob-kitob qilgan, yetartirgan. Natijada ayolning haqiqiy hayotdagi mehnati va hujjatdagi staji o'rtasida katta farq paydo bo'lgan. Hozirgi tartibda esa men ayollarga doim shuni aytaman. O'z bolalaringiz bilan bog'liq davrlarni albatta tekshirtiring. Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, tug'ruq ta'tiliga chiqqan bo'lsangiz, bola parvarishi ta'tilida bo'lgan bo'lsangiz yoki shu davrda mehnat munosabatlaringiz saqlangan bo'lsa, bu yillarni stajga kiritish imkoniyati bor. Ayrim holatlarda bola parvarishi davri har bir bola bo'yicha ma'lum chegaragacha hisobga olinadi. Umumiy chegara ham bo'lishi mumkin. Shu sababli menda foydasi yo'q deb oldindan xulosa qilmaslik kerak. Eng muhim o'zgarish shundaki, endi ayol pensionerlar va pensiyaga tayyorlanayotgan ayollar o'z stajini qayta ko'rib chiqishga jiddiy qarashi kerak. Bu faqat yangi pensiya tayinlashda emas, balki ba'zi hollarda ilgari tayinlangan pensiyani qayta hisoblash masalasida ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Albatta, har bir holat alohida ko'riladi. Men hech kimga hammaning pensiyasi aniq oshadi deb va'da bermayman. Lekin men shuni qat'iy aytaman. Hujjatlar to'g'ri bo'lgan, stajida bola parvarishi davrlari inobatga olinmagan ayollar tekshirtirish orqali o'z foydasiga natija olishi mumkin. Birinchi navbatda, ilmiy yoshga yaqinlashayotgan ayollar e'tibor berishi kerak. Agar sizda mehnat daftarchasida tanaffuslar bo'lsa, masalan 1992 yildan 1992 yilgacha ishlagansiz, keyin 1992 yildan 1996 yilgacha uyda bo'lgansiz. Keyin yana ishga kirgansiz. Bu tanaffus nima sababdan bo'lganini hujjat bilan izohlash kerak. Agar shu davrda farzandingiz tug'ilgan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi va ish joyidagi buyruqlar juda muhim bo'ladi. Ikkinchi navbatda allaqachon pensiya olayotgan ayollar ham befarq bo'lmasin. Masalan,
Siz 2011-yilda pensiyaga chiqqansiz, o'sha paytda stajingiz 25 yil deb hisoblangan. Lekin sizning 4 nafar farzandingiz bor. Ularning har biri tug'ilganda ish joyingizdan ta'tilga chiqqansiz. Agar o'sha davrlar to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, tegishli hujjatlarni topib, qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilish mumkin. Natija har doim ham katta bo'lmasligi mumkin. Lekin ba'zida 1 yil yoki 2 yil qo'shimcha staj pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. 3-navbatda ko'p farzandli onalar juda diqqatli bo'lishi kerak. Chunki ko'p farzandli ayollarda mehnat faoliyati ko'pincha uzilib ketgan bo'ladi. Birinchi bola tug'ilgan, 2 yildan keyin ikkinchi bola, yana 3 yildan keyin uchinchi bola. Bunday ayolning mehnat daftarchasida 10 yil rasmiy ish ko'rinishi mumkin. Lekin bola parvarishi davrlari bilan birga hisoblaganda staj ancha ko'payishi mumkin. Mana shunday vaziyatlarda bitta hujjat ham katta ahamiyatga ega. 4-navbatda mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq, korxonasi yopilib ketgan yoki arxivga topshirilgan ayollar o'z hujjatlarini oldindan yig'ish kerak. Chunki pensiya yoshiga yetgandan keyin arxiv izlash. Eski korxona hujjatlarini topish, familiya o'zgarganini isbotlash ancha vaqt oladi. Men amaliyotda shuni ko'rganman. Ayol pensiyaga chiqishiga 1 oy qolganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin bir nechta tashkilotga so'rab yuborishga majbur bo'ladi. Bu esa pensiya tayinlanishini cho'zadi yoki hisob kitobni noto'liq qilib qo'yadi. Birinchi misol. Gulbahor opa 76 yoshda 2 nafar farzandi bor. Mehnat daftarchasida 1996 yildan 1991 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagani yozilgan. Keyin 1991 yildan 1997 yilgacha tanaffus bor. 1997 yildan 2020 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Pensiya hisob kitobida unga taxminan 28 yil staj chiqdi. Lekin u birinchi farzandini 1992 yilda, ikkinchisini 1995 yilda tug'gan. Agar tegishli hujjatlar bilan bola parvarishi davrlari tasdiqlansa, u ilgari hisobga olinmagan ayrim davrlarni stajga qo'shtirishi mumkin. Bu qo'shimcha staj uning pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishga asos bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol, Muhabbat opa 2019 yilda pensiyaga chiqqan. O'sha vaqtda staji 19 yil 8 oy deb chiqqan. To'liq 20 yilga yetmagani uchun u juda ranjigan, chunki atiga 4 oy yetmagan. Keyin ma'lum bo'ldiki, 1999 yilda tug'ilgan farzandi bo'yicha bola parvarish ta'til hujjatlari arxivda saqlangan. Agar shu oy yoki undan ko'proq davr qonuniy tartibda stajga qo'shilsa, uning pensiya ishi qayta ko'rilishi mumkin. Bu yerda eng muhim dars shuki, ba'zan pensiya taqdirini bir necha oy hal qiladi. 3-misol. Dilbar opa 4 farzandning onasi. U har bir farzanddan keyin uyda qolgan, lekin hamma davrda rasmiy ish joyi saqlanmagan. Birinchi bolada korxonada ishlagan, ikkinchi bolada ishdan bo'shagan, uchinchi bolada umuman rasmiy ishda bo'lmagan. Bu holatda hammalar avtomatik ravishda stajga kiradi deb o'ylash noto'g'ri. Har bir davr alohida tekshiriladi. Qaysi davrda mehnat munosabatlari bo'lgan, qaysi davrda qonun bo'yicha hisobga olinadigan asos bor, qaysi davrni hujjat bilan tasdiqlash mumkin. Bularning barchasi muhim. 4-misol. Saodat opa butun umr bozorda savdo qilgan, lekin bir necha yil rasmiy patent yoki soliq to'lovlari bilan ishlagan, qolgan yillarda hujjat yuritmagan. Uning ham 3 nafar farzandi bor. Bunday holatda faqat men ishlaganman deyish yetarli emas. Pensiya uchun rasmiy tasdiq kerak. Agar farzand parvarishi davrlari stajga qo'shilishi mumkin bo'lsa ham, boshqa ishlagan davrlarni isbotlash uchun soliq arxiv yoki tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa rasmiy ma'lumotlar kerak bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya masalasida og'zaki gap emas, hujjat gapiradi. Agar sizning stajingiz allaqachon yetarli bo'lsa, barcha ish davrlaringiz to'liq kiritilgan bo'lsa, bola parvarishi davrlari ham pensiya ishida aks etgan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki ko'pchilik pensiya ishida aynan nimalar kiritilganini bilmaydi. Odam faqat pensiya chiqdi deb o'ylaydi, lekin hisob kitob varag'ini ko'rmagan bo'ladi. Agar siz hech qachon rasmiy ishlamagan bo'lsangiz va faqat uy bekasi bo'lgan bo'lsangiz, bu yangilik sizga qanday ta'sir qilishini alohida aniqlash kerak. Chunki pensiya tayinlashda staj tushunchasi rasmiy asoslar bilan bog'liq. Bola tarbiyasi muhim mehnat bo'lsa ham, uni pensiya stajiga kiritish uchun qonunda belgilangan shartlar va hujjatlar talab qilinadi. Shuning uchun farzandim bor, demak pensiyam avtomatik o'tashadi degan xulosa noto'g'ri bo'ladi.
Agar siz pensiya yoshidan ancha oldin bo'lsangiz, masalan 20 yoki 25 yoshda bo'lsangiz, hozirdan hujjatlarni tartibga keltirish eng to'g'ri yo'l. Eski mehnat daftarchangizni, tug'ilganlik guvohnomalarini, nikoh guvohnomasini, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Korxonangiz yopilayotgan bo'lsa, ish staji haqida ma'lumotnomani hozirdan olib qo'ying. Chunki 10 yildan keyin arxiv topish bugungidan qiyinroq bo'lishi mumkin. Eng birinchi nozik jihat. Bola parvarishi davri cheksiz qo'shilmaydi. Ya'ni ayol 5 nafar farzand tarbiyalagan bo'lsa ham, har bir bola bo'yicha va umumiy hisobda qonunda belgilangan chegaralar bo'ladi. Shu sababli kimdir men 15 yil uyda bola qaraganman, hammasi stajga kiradi deb o'ylamasligi kerak. Pensiya organi faqat ruxsat etilgan davrni rasmiy asoslar va hujjatlar bilan tasdiqlangan qismini hisobga oladi. Ikkinchi nozik jihat. Bir vaqtning o'zida ikki xil davrni ikki marta hisoblatib bo'lmaydi. Masalan, ayol bola parvarishi ta'tilda bo'lgan davrda ish joyi saqlangan va bu davr allaqachon stajga kiritilgan bo'lsa, uni yana alohida qo'shib stajni 2 barobar qilish mumkin emas. Pensiyada har bir oy bir marta hisoblanadi. Shu sababli qayta hisoblashda mening stajim 2 yilga o'sishi kerak degan taxmin har doim ham tasdiqlanmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat hujjatlardagi familiya farqi. Ayol qizlik familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqqan, keyin ajrashgan yoki qayta turmush qurgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida boshqa familiya, farzand tug'ilganlik guvohnomasida boshqa familiya. Pasportda yana boshqa familiya bo'lsa, bularni bog'lovchi hujjat kerak. Nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, familiya o'zgargan haqidagi ma'lumotnoma bo'lmasa. Pensiya organi hujjatlar aynan shu ayolga tegishli ekanini tasdiqlashda qiynaladi. 4-nozik jihat. Bola tug'ilganlik guvohnomasi yetarli bo'lmagan holatlar. Ba'zan farzand tug'ilganini tasdiqlash kifoya bo'ladi. Ba'zan esa aynan bola parvarishi ta'tilda bo'lganlik, ish joyi saqlanganlik yoki o'sha davrda mehnat munosabatlari mavjud bo'lganini ko'rsatadigan qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Shuning uchun hujjat yig'ayotganda faqat bitta qog'oz bilan cheklanib qolmang. 5-nozik jihat. Eski korxonalarning yopilib ketgani. Masalan, Sovet davridagi fabrikalar, kolxozlar, shirkat xo'jaliklari. Xususiylashgan korxonalar hujjatlari turli arxivlarda bo'lishi mumkin. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, uning huquqiy vorisi bor yo'qligini aniqlash kerak. Men ayollarga shuni maslahat beraman. Avval tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Keyin sobiq ish joyi qaysi tashkilotga aylanganini surishtiring. Zarur bo'lsa mahalliy hokimlik yoki davlat xizmatlari markazidan yo'nalish oling. Birinchi qadam. O'z pensiya stajingizni qog'ozga yozib chiqing. Qaysi yilda qayerda ishlagansiz, qachon tug'ruq ta'tiliga chiqqansiz, qachon bola parvarishi ta'tilda bo'lgansiz, qachon ishdan bo'shagansiz, hammasini yilma-yil yozing. Masalan, 1995-1990 maktab, 1991 birinchi farzand, 1994 bola parvarishi, 1995 ishga qaytish. Shu oddiy jadval keyingi ishni ancha osonlashtiradi. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni yig'ing. Sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, eski ish joyidan buyruq yoki ma'lumotnomalar. Arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Agar pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiya hujjatlaringiz va hisob-kitob bo'yicha ma'lumotlarni ham tayyorlang. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Bola parvarishi davrlarim pensiya stajiga to'liq kiritilmaganini tekshirib berishingizni va asos bo'lsa pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Murojaatni og'zaga aytib ketish bilan cheklanmang. Imkon bo'lsa yozma ariza bering yoki elektron murojaat yuboring. Yozma murojaatning ro'yxatdan o'tgan sanasi keyinchalik juda muhim bo'lishi mumkin. 4-qadam. Arxiv hujjatlarini izlang. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov bering. So'rovda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy bo'limingiz, o'sha paytdagi familiyangizni aniq ko'rsating. Masalan, 1997-1993 yillarda Andijon tikuvchilik fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman. 1990 yilda tug'ruq ta'tiliga chiqqanman. O'sha davrdagi buyruq nusxasi yoki ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman deb yozish kerak. 5-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Agar pensiya organi asos yo'q desa,
nima uchun asos yo'qligini yozma ravishda so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi davr hisobga olinmadi, qaysi qonun normasiga tayanildi. Bularni bilmasdan turib keyingi qadamni tashlash qiyin. Agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yugurib turuvchi tashkilotga yoki belgilangan tartibda sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 6-qadam. Farzandlaringizdan yordam so'rang. Ko'p onaxonlar hujjat yig'ishdan uyaladi yoki charchaydi. Lekin bu ularning haqqi. Farzandlar onasining hujjatlarini tartibga solib, ariza yozishda, elektron murojaat yuborishda, arxiga borishda yordam berishi kerak. Men farzandlarga alohida aytaman. Onangiz bir umr siz uchun mehnat qilgan. Endi siz uning pensiya huquqini himoya qilishda yo'lda turing. Birinchidan. Men tanish orqali bir kunda pensiyangizni oshirib beraman degan odamlarga ishonmang. Pensiya faqat qonuniy hujjatlar asosida qayta hisoblanadi. Hech kim hujjatsiz staj qo'shib bera olmaydi. Agar kimdir pul so'rasa, bu xavfli signal. Ikkinchidan, hujjatlarni yo'qotmang. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati, arxiv ma'lumotnomasi asl nusxada juda muhim. Nusxa topshirsangiz ham aslini saqlang. Hujjatlarni bitta papkaga solib, farzandlaringizga qayerda turganini aytib qo'ying. Uchinchidan, pensiya miqdori oshishi mumkin bo'lgan holatda ham natijani oldindan aniq pul bilan aytish qiyin. Chunki pensiya hisobida staj. Ish haqi, to'lovlar, tayanch miqdorlar, ustamalar va boshqa omillar birga hisoblanadi. Bir ayolda 1 yil qo'shimcha staj 3000 so'm farq qilishi mumkin. Boshqasida 1000 so'mdan ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun aniq raqamni faqat rasmiy hisob kitob ko'rsatadi. 4-dan, muddatlarga beparvo bo'lmang. Agar siz bugun murojaat qilsangiz, qayta hisoblash qaysi sanadan qo'llanishi masalasi ham tartibga bog'liq bo'ladi. Ba'zi holatlarda murojaat qilingan kundan, ba'zi holatlarda boshqa belgilangan sanadan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun keyin boraman deb yillarni o'tkazib yubormang. Men bugun sizga ayol pensionerlar uchun juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirdim. Farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar mehnat staji va pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyatini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Bu qoida hammani bir xil boyitib yuboradi degani emas, lekin ko'p ayollar uchun adolatni tiklash, stajni to'g'ri hisoblatish va pensiya miqdorini aniqlashtirish imkonini beradi. Sizdan iltimosim, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchangizni oching. Farzandlaringiz tug'ilgan yillarni yozing. Pensiya bo'limiga murojaat qilish kerakmi, yo'qmi aniqlang. Agar onangiz yoki opangiz pensiyada bo'lsa, bu ma'lumotni ularga yetkazing. Ba'zan bitta tug'ilganlik guvohnomasi, bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta yozma ariza ayolning pensiya ishida katta o'zgarish qilishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizning stajingiz hisoblanganda bola parvarishi davrlari inobatga olinganmi yoki yo'qmi? Pensiya bo'limiga murojaat qilganmisiz? Tajribangiz boshqa ayollarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni barcha ayollarga, ayniqsa pensioner onaxonlarga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan ayol o'z haqqini talab qila oladi.